Akalar 10.300 dollarga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 3 mashinasini ko'rsatamiz. Probegi 235 ming kilometr. Mashinamizning kraskalari top-toza, hech qanaqa texnik ishi yo'q ekan. 4 ta yaxshi yumshoq balonlari sveji bo'lib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Mashinamizning holati, kuzovini bitta aylantirib ko'rsataman akalar. Вообще ideal holatda bo'lib turibdi. Полный круговой shumka bo'lgan ekan, tomlari bilan akalar. Krilo bormi, kapot bormi, hamma yog'i. Xo'p, 30 talik metan gazdan 3 ta qo'yilgan. U sidenasi olib tashalmagan akalar. Sidenasiga umuman ta'sir yo'q ekan. Salon holatini bitta ko'rsataman. Akalar, sidenasi turgani deganim gaz qo'yganda ko'pchilik orqa sidenasini olib tashirkan. O'sha maqsadda sizlarga aytayapman. Xo'p, bu yoqda orqa sidenalari yaxshi holatda bo'lib turibdi. Ko'jalarni ko'rishingiz mumkin. Sveji. Bu yoqda mana ashibkalari ozgina kirib bo'lib qolgan ekan. Loy, atak sveji holatda bo'lib turibdi. Qirilib, chizilib ketmagan. Salonimizdan oldida akalar, shikalarni ko'rishingiz mumkin. Yaxshi, cho'tki holatda bo'lib turibdi. Bu yoqda mana sidenamizdan oldi. Akalar, narxi 10.300 dollar. Egalarni nomer pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, baraka qilsanglar bo'ladi. Mashina, xudo xolasa, zo'r holatda bo'lib turibdi. Bemalol bosib haydaysizlar.